Agar siz o'zingizga noqulay bo'lgan yo'l, ya'ni ko'pchilik o'sha yo'ldan o'tmaydigan yo'lni tanlaydigan bo'lsangiz, yaqqol o'zingizning sohangiz bo'yicha yetakchi bo'lasiz. Nima demoqchiligimni video davomida tushunib olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, biz hisobda oldindamiz. Bunaqa momentda protivnik bizga по-любому push qiladi, lekin o'ng tomondan emas, chap tomondan qiladi. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi hamma игрок uchun chap tomon eng noqulay tomon hisoblanadi. Biz buni kelishini kutib, yo'liga prefga olib turishga harakat qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Bunaqa momentda eng muhim narsa bu protivnikdan hech bo'lmasa 0.5 sekund oldinroq otib turish. Bu momentdan keyin protivnik qaytib chap tomondan bunaqa molga o'xshab yugurib kelmaydi. Bu yerda turishim hech qanaqa krisalik emas. Bu shunchaki full pot o'yin. Agar siz full pot va oddiy o'yinlar farqiga bormasangiz, kommentariyaga plus belgisini qoldirib keting. Protivnikning deyarli joni yo'q. Bunaqa momentda biz protivnikni nima qilib bo'lsa ham flopingga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun o'zimni o'ng tomonda yuradigandek ko'rsatib, chap tomonga sakrab, uni berishga harakat qilaman. Afsuski, o'ylagan baytim ish bermadi. Nonicho, yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. To'g'ri, juda ko'p gapirib o'rgan bo'lishim mumkin, lekin nima bo'lganda ham sizga foydali kontent chiqarish uchun harakat qildim. O'shaning uchun mana shu videoga like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.